qanday qilgan vaqtimizda jamiyatning bir hujayrasi bo'lgan oilamizni sog'lom va yaxshi shaklda elib bora olamiz. Siz selishtirgan shu sirtda nihoyat muloyim bo'lgan bilan uyga kirganda ochiq yomon sapra bo'lishi mumkin. Nurg'unlagan turmushlar "Men uningdan kechirim so'ramdim" degan bu cho'ngchilik bilan vayron bo'ladi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, jamiyat oilalardan iborat hujayralardan tarkibda bo'ladi. Bir oilaga ma'naviy kasal tegsa yoki bir oila vayron bo'lsa, bir jamiyatning bir hujayrasi vayron bo'ldi va yoki jamiyatning bir hujayrasiga kasal tegdi deganlik bo'ladi. Odam badandagi hujayralarning kasal tegishi yoki vayron bo'lishi bilan yiqilganiga yoki kasal tekkaniga o'xshash, bir jamiyatmi oiladan iborat hujayralarning vayron bo'lishi yoki uning ma'naviy kasallarning tegishi bilan vayron bo'ladi yoki xaroblik qarab yuzlanadi. Bir odam "Men jamiyatimga tuhfa qo'shay, jamiyatimni isloh qilay, jamiyatimga yaxshilik qilay" deydi ekan, u odam old bilan oilasini isloh qilishdan, oilasiga yaxshilik qilishdan, oilasini himoya qilishdan boshlashi kerak. Chunki oila sog'lom bo'lsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Oila isloh bo'lsa, jamiyat isloh bo'ladi. Xo'sh, undaqda qanday qilgan vaqtimizda jamiyatning bir hujayrasi bo'lgan oilamizni sog'lom va yaxshi shaklda elib bora olamiz. Oilamizda yuz beradigan jidal majro va surkilishlarni tuanchakka tushiraymiz. Masala bilan tuanda oilamizni isloh qilish va oilamizdagi jidal majrolarni tuanchakka tushirishda muhim bo'lgan bir qancha nuqtalarni o'rtoqlashamiz. Birinchisi, haqliq bo'lsa-mu yo'l qo'yish. Turmush o'xshamagan oiladagi, o'xshamagan mijozdagi, hatto o'xshamagan fikrdagi ikki odam birga kelib qo'yadigan bir qurilish. Bunda bo'lgan ekan, ikki taraf o'tirisida nurg'unlagan o'xshamasliklar, ixtiloflar va surkilishlarning bo'lishi tabiiy ahvol. Hatto payg'ambarimizning o'quvchilari, ya'ni sahobalari bo'lgan oltin davrida yashagan kishilarning oilasidami ba'zi surkilishlar bo'lgan. Masalan, bir kishi oilaning qo'yning askiligidan o'ziga to'liq gap yandirganligidan nihoyat zirkib, "Men bu masalani mu'minlarning amiri, xalifa Hazrat Umarga bir shikoyat qilay, uning bilan bir maslahatlashay, bu masalani qanday hal qilaman" deb Hazrat Umarning uyiga keldi. U Hazrat Umarning uyining oldiga kelib, Hazrat Umarning ishkini chekay deb turgan vaqtida uydan ayolning ullik ovozda gap qilayotganligi, Hazrat Umarning bo'lsa sukut qilayotganligini anglaydi va u odam darhol keyniga qaytadi va o'ziga mu'minlarning amirining oilasida bunday ishlar bo'lsa, "Men shikoyat qiladigan yerda emaskanman, mening uyimda bo'lganim normal ishkan" deb o'ylaydi. Hazrat Umar ochiqni besish uchun sirtqa chiqishig'ila uyning oldidan qaytayotgan hiliq odamni ko'radi va uni chaqiradi. "Nima kelding? Nima ish qilib ketding?" deb so'raydi. Hiliq odam ayolning ahvolini aytib, "Men sizga bu masalani shikoyat qilay, bu masalani qanday hal qilaman, siz bilan maslahatlashay deb kelsam, bu masala sizning oilangizdami bor emasmi? Shunga ikkimiz o'xshashgan deb qaytdim" deydi. Hazrat Umar, "Innama tahammaltuha li huquqin laha alayya." Ayolimning menda nurg'unlagan haqlari bor. Men uning uchun sukut qilaman, uning uchun uning ig'irchiligini ko'taraman. U mening kiyimni yuydi, nenimni yoqdi, tomoqimni etidi, bolalarimni emitidi, qalbimni harom ishqdan, harom savdodan saqlaydi. Shunga men uning bunda xo'ylarini ko'tarma. Fatahammalha ya akhi, fa innama hiya muddatun yasira. Ey qarindashim, sen ayolingning u xo'ylarini ko'tagin, sabr qilgin. Chunki ayollarning unda xo'y tutib oldigan, unda odam gap yandiradigan ahvoli nihoyat qisqa bo'ladi. Sabr qilsang o'tib ketadi. Demak, oilada ba'zi erlarning, ba'zi ayolning haddidan eshishi, ayolning eriga gap yandirishi normal ahvol. Lekin bu vaqtda qarshi taraf sabr qilishi, qarshi tarafning ochiq yong'ucha yuzini tutib olishni bilish kerak. Bizning bu xil ahvollar qanday muomala qilishimiz, qanday pozitsiyada bo'lishimiz turmushimizning istiqbolini belgilaydi. Mayl er olsun, mayl ayol olsun, oilada hamma ishda chuqum mening gapim gap bo'lish kerak, chuqum men degandek bo'lish kerak. Ayolim menga qat'iy gap yondirmaslik kerak, men nim desam sukut qilish kerak, jim turish kerak deb qarab olsa, bu oila uzunga bormaydi. Shuning uchun erlar ayollarning ba'zi tarsaligini ko'tarish kerak, sabr qilish kerak. Chunki ayollarmi odam, ular qo'chaq emas. Ba'zi gaplarga gap yondirg'isi keladi, sukut qilmaydi, ochiq gap qoladi, tarsalik tutib qoladi. Ba'zida oilada o'zining gapini gap qilish, o'zining gapini o'tkazish orqali oiladagi o'rnini his qilishni xohlaydi. Aylar buni tushunish kerak. U vaqtda garchi aylar haqliq bo'lsa-mu, sabr qilish kerak, chidash kerak. Ayollarmi ba'zi aylarning ochiq gap qilsa, qo'y tutib olsa, yo'lsiz holda sapralik qilsa, buningga chidash kerak, sabr qilish kerak. Chunki ozroq chidasa, erning ochiqqa besqidi, qilganiga pushaymon qiladi. Men degan haqliq, mening gapim rost, mening gapim to'g'ri. Shun qarshi taraf menga mutlaq itoat qilish kerak yoki ayol kishi nima uchun erim menga nahaq bundaq to'laydi deb ozroq ochiqqa sabr qilinmasa, bu oilada osonlik jidal majro chiqadi. Chunki oilada ba'zi erlar sabr qiladi, ba'zi ayollar sabr qiladi. Shundaqla haqliq turib sabr qilsa, haqliq turib qarshi tarafning ochiqqa besilg'icha, tarsaliqqa besilg'icha sabr qilsa, yo'l qo'ysa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan jannatning o'ttirisidan, markazidan bir uyga erishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qandaq bir odam haqliq turib jidallashni tashlasa, qarshi tarafga yo'l qo'ysa, u odamga jannatning markazidan bir uy beriladi deydi.
deydi. Bu mukofotga erishishni xohlaydigan har qanday er yoki ayol qarish tarafning achchig'iga, tarasaliqiga, xuy tutilishiga o'zi haqliq bo'lsa-mu sabr qilishi kerak. Agar siz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kapolatiga ishonsangiz, so'ziga ishonsangiz, agar siz jannatning markazidan, eng avod joyidan sizga bir uyning hozir bo'lishini xohlasangiz, eringizning vaqtliq kelib o'tib ketadigan u achchig'iga sabr qiling, sukut qiling, birdan jim turib oling. Er sizmi ayolingizning ba'zi xuy tutilib olganda, tarasalik qilganda uydan sirtqa chiqib keting. O'tirgan bo'lsangiz o'ltirib oling. Ya'ni o'zingizning achchig'ini bostiradigan har qanday ishlarni qilsangiz qilib, garchi haqliq bo'lsangizmi sukut qiling. Chunki ayollarning bizda haqqi nihoyat ko'p. Ayol kishi, sizmi shuni bilib qo'ying. Er kishi sirtlarda uyimni boqaman, oilamni texmi yaxshi turmushga erishtirman deb nurg'ulg'an gaplarni anglaydi. Ba'zi ahonat qiladi. Nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchraydi. Lekin shundaq bo'lsa-mu uyga kulib, hech qanday ish bo'lmaganda kiradi. Shunga erlarning holiga yeting. Uyga kirganda uchirgan o'ngsizliklar yoki uning mijozini buzadigan, achchiqni keltiradigan hech qanday ishlarni demang. Oldidan unga bir choy qo'ying. Demini olsin. Kayfiyati yaxshilanganda uningga har qanday ish bo'lsa deng. Ikkinchisi selishtirish. Oilani yiqadigan, oilaga daz ketkazadigan ishlarning ikkinchisi bo'lsa, turmushini boshqalarning turmushiga selishtirish. Shundaqla er kishi ayolni boshqalarning ayoliga selishtirish, ayoli erini boshqalarning eriga selishtirish. Bu turmushda er ayol saqlanishga tegishli eng muhim ishlarning birisi. Chunki bir er ayolni boshqalarga selishtirgan vaqtida faqat ayolning kamchilikini boshqa bir ayolning ortiqchiligiga selishtirgan bo'ladi. Ayolmi erini boshqalarning eriga selishtirgan vaqtida faqat u erning sirtdagi ahvolini o'zining eriga selishtiradi. U erning uydagi tarsaligini, achchiq yomonligini, nurg'ulg'an yomon xo'ylarini bilmaydi. Bundaq selishtirishda meyl er olsun va yoki ayol bo'lsin, qarshi tarafga zulm qilgan bo'ladi. Qandaq bir er mening ayolim 100% eski deyalaydi. Bundaq demaydi. To'g'ri, ba'zi siz yoqtirmaydigan xo'ylari va siz selishtirgan shu ayolningmi siz yoqtirmaydigan nurg'ulg'an xo'ylari bo'lishi mumkin. Hech kim mening ayolim 100% eski demaydi. Ayollarning biz yoqtirmaydigan xo'yi bo'lgandek, bizningmi ayolimiz yoqtirmaydigan ba'zi xo'ylari bor. Chunki biz inson, ermi inson, ayolmi inson. Hech kim mukammal emas. Shuning uchun er ayolning kamchiligiga emas, ortiqchiligini ko'rish kerak. Ortiqchiligiga markazlash kerak. Ayolmi erining ortiqchiligini ko'rish kerak. Doim ochiq gap qolgan, xuy tutib olgan taraflar emas, uning sexiyligini, uning yumshoq gaplarini, qilgan hadiyalarini unutmaslik kerak. Siz selishtirgan shu er sirti nihoyat muloyim bo'lgan bilan uyga kirganda ochiq yomon sapra bo'lishi mumkin. Sirti paqirab choyliq kiyimlarni kirib yurgan bilan uyda nihoyat bexil, pisiq bo'lishi mumkin. Demak, har bir odam o'zining oldidagi qadr qimmatini bilishi kerak. Ayolmi erining qimmatini bilishi kerak, ermi ayolning qimmatini bilishi kerak. Chunki hech qanday odam mukammal emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohga ishonadigan bir odam ayolni yomon ko'rmas. Chunki uning bir xo'yini yomon ko'rsa, yana bir xo'yini yaxshi ko'radi deydi. Siz ayolingizning tomoqqa usta emasligini yoqtirmasangiz, bu ayolingiz sizga sodiq bo'lishi mumkin, uyni pokiz tutishi mumkin, badxaji bo'lmasligi mumkin. Siz havas qilgan, siz selishtirgan ayol choyliq kiyimlarni kiyib yurgan bilan badxaji bo'lishi mumkin, isrofxo'r bo'lishi mumkin. Demak, siz yoqtirmaydigan ayolingizning yana nurg'un ortiqchiligi bor. Siz selishtirgan u ayollarning faqat sirtqi tarafini ko'rasiz, yomon taraflarini ko'rmaysiz. Shuning uchun meyl er olsun va yoki ayol olsun, erini yoki ayolini boshqa bir erga va yoki boshqa bir ayolga selishtirishni saqlanish kerak. Bo'libmi ayol kishi erini boshqa erga selishtirishni qattiq saqlanish kerak. Bu turmushni sundiradigan, turmushga daz ketkazib o'tadigan ishlarning birisi. Nurg'ulg'an turmushlar ayol kishi erini boshqa erlarga selishtirgan vaqtida er unda qolsa uningga tegib ol deydi. Shuning bilan oila vayron bo'ladi. Bo'libmi ayollar erini boshqa erlarga selishtirish uchun qattiq saqlanish kerak. Chunki bu erlarning g'urug'i tegadigan ishlarning birisi. Uchinchisi yepinchi bo'lish. Alloh taolo Qur'on Karimda "Hunna libasul lakum va antum libasul lahunna." Ayollar sizlarga kiyim, ya'ni yepincha. Erlar sizlarga kiyim, ya'ni yepincha deydi. Kiyim odamni sovuqdan va har xil ishlardan saqlaydi, himoya qiladi. Shundaqla odamning ayiblarini, uyat joylarini yopadi. Dal er ayolga nisbatan mushundaq bo'lish kerak. Ya'ni uni himoya qilish kerak. Shundaqla uning ayibini, nuqsonlarini yepish kerak. Ayolmi eriga itoat qilish kerak. Shundaqla erining sirlarini, maxfiyatchiligini, ayibini yepish kerak. Bu yerdagi ayib yepish boshqalardan yepish emas, o'zidan yepish kerak. Ya'ni er ayolning ayibini yepib, uni ko'masga serish kerak. Ayolmi erining ayibini yepib, uni ko'masga serish kerak. Yomon tarafini ko'rgan vaqtida uning yaxshi tarafini aslab, u unda bo'lgan bilan munda taraflarimi bor deb uning ayibini yapalgan vaqtida Alloh taolo Qur'on Karimda sifatlagandek haqiqiy libos bo'lgan bo'ladi. Agar bir er ayoliga libos bo'lanmasa, ayolmi eriga libos bo'lanmasa, ya'ni yepinchi bo'lanmasa, uni himoya qilinmasa, ayiblarini yapanmasa, boshqalardan emas o'zidanmi uning ayiblarini yapanmasa, bu oila uzunga davomlashmaydi. To'rtinchisi, turmushda mukammalchilikdan qutulish kerak. Bizning dinimizda mukammalchilik har qanday ishda, har bir shaxsni talab qilinadi. Turmushda bir odam mukammalchilikni o'ziga qo'yishi kerak, ammo qarshi tarafni talab qilishdan saqlanish kerak. Bir er kishi ayolni doim uyni pokiz tutish kerak, uyni ratlik tutish kerak, doim tomoq vaqtida o'xshagan shaklda pish kerak degan bu xil mukammalchilikni turmushga qo'yib olsa, ayolga qo'yib olsa, bu turmush uzoqqa bormaydi.
bo'lmaydi. Ayolmi o'xshashla eridan butun talablarining hammasini o'rindab berish kerak. Uyga har vaqt kechda baldur qaytish kerak. Men nim desam uni qilib berish kerak. Talablarini o'rindab berish kerak deb bu mukammalchilikni eriga qo'yib olsa, bu turmushni uzoqqa bormaydi. Shunga er kishi ayoliga nisbatan mukammalchilikni emas, sabrni lozim tutish kerak. Ayolmi eriga nisbatan qanoatni lozim tutish kerak. Balkim ayollar boshqalarning turmushiga selishtirib, u undoq kiydi ekan, uyini mundoq tutadi ekan deb eriga bu xil talabni qo'yishi mumkin. Siz selishtirgan shu oilaning shu holatga kelish uchun beshidan qanday ishlarni o'tkazganligini bilmaysiz. Turmushning hammasi beshidan mukammal shaklda bo'lmaydi. Tadrijiy holda mukammallik qaratmagan. Shunga turmushda o'g'il qizdan mukammallikni talab qilmaslik kerak. Ammo o'ziga qanday qilsam ayolimga eng yaxshi shaklda muomala qila olayman, qanday qilsam ayolimning talabini qamday olayman degan bu talabni o'ziga qo'yish kerak. 5-inchisi turmushda shaxsiyatchilikdan saqlanish kerak. Har qanday sheriklikni buzadigan eng muhim sabablarning birisi shaxsiyatchilik. Turmushning iborat bu hayot sherikchiligidami o'xshashlar buni buzadigan ishlarning birisi qarshi tarafning yana bir tarafni o'ylamay faqat o'zini o'ylab harakat qilishi bo'ladi. Chunki oila degan bu muassasada bir tarafning manfaati yana bir tarafga bog'langan bo'ladi. Bundaq bo'lgan ekan bir taraf harakat qilishda, bir ishlarni qarab berishda qarshi tarafning manfaatini o'ylab muomala qilish kerak, shunda harakat qilish kerak. Agar er kishi ayolning faqat manfaatini o'ylamay, o'zining manfaatini o'ylabla harakat qilsa, ayolning eriga bo'lgan ishonch tuvallaydi. Agar ayol kishimi erining manfaatini o'ylamay, faqat o'zini o'ylab harakat qilsa, bu vaqtda erining ayolga bo'lgan mehr muhabbati tuvallaydi, turmushga bo'lgan ishonch qolmaydi. Shundaqla o'zini o'ylash, shaxsiyatchilik bir musulmonning axloqiga zid ahvol. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sizlarning hech qaysinglar o'ziga yaxshi ko'rganni musulmon qarindoshiga yaxshi ko'rmaguncha mu'min bo'lolmaydi deydi. Demak, bu turmushni saqlashdagi muhim omil bo'lib qolmay, bir er kishi ayoliga nisbatan emas, bir musulmon, yana bir tunimaydigan musulmonga nisbatan bu shaxsiyatchilik bilan muomala qilsa, bu odam mu'min hisoblanmaydi. Ya'ni komil mu'min hisoblanmaydi. Eriga shaxsiyatchilik qilgan ayolning ahvoli qanday bo'lib ketadi? Albatta, u mu'minlik sifatini yo'qotadi, shundaqla oilasini vayron qiladi. Shuning uchun ayol turmushda shaxsiyatchilikni saqlash kerak. 6-inchisi uzr so'rashni, kechirim so'rashni bilish kerak. Turmush asla cho'ngchilikni, atalmış g'ururni ko'tarolmaydi. Nurg'unlagan turmushlar "Men uningdan kechirim so'ramdim" degan bu cho'ngchilik bilan vayron bo'ladi. Ba'zi erlar va ba'zi ayollar turmushda qarshi tarafdan kechirim so'rashni atalmış g'ururni dafsanda qilganlik, o'zini xo'rlaganlik deb qarab qarshi tarafdan kechirim so'ramay turmushni vayron qilgan ahvollar bor. Hatto bolalari bor oilalarmi qarshi tarafdan kechirim so'rashni ig'iri ko'rib, o'zimni xohlamayman, men degan xato qilmagan tursam degan bu xil cho'ngchilik bilan oilasini vayron qilmoqda. Ayol o'ylab baqing. Sizning bu cho'ngchiligingiz, bu atalmış g'ururingiz bir oilani vayron qilishdimi muhimmi? Bolalaringizni yetim qilishdimi muhimmi? Bundaq g'ururni itqi tashlab turing. Esingizda bo'lsin, turmush birdan-bir qabul qilinmaydigan narsa qarshi tarafning yana bir taraf qiladigan cho'ngchilik. 7-inchisi sukut qilishni bilish. Oilada ba'zida erlar kontrolligini yo'qotib ochiqlanishi mumkin. Yana ba'zida ayollar tersallik qilishi mumkin. Bu vaqtda Muhammad alayhisalomning tuvandagi so'ziga amal qiladigan vaqt kelgan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men sakata naja", kimki sukut qilsa, o'zini tutib olsa, naja, utuq qozongan bo'ldi deydi. Ya'ni dunyoda utuq qozongan bo'ladi, oilasini saqlab qolish orqali oxiratda utuq qozongan bo'ladi, jannatga erishish orqali. Amaliyotda qarshi taraf kontrolligini yo'qotib ochiqlangan vaqtida yana bir taraf o'zini tutib olsa, sukut qilsa, qarshi taraf ochiq yangandan keyin o'zini xato qilganligini his qiladi, qilganiga pushaymon qiladi. Shuning uchun turmushda sukut qilish, o'zini tutish nihoyat muhim. 8-inchisi er-ayollik munosabatga ahamiyat berish. Bu temada barliq ilmiy manbalar oilaning inoq bo'lishining sabablarining ichida er-ayollik munosabatining nihoyat muhim o'rinda ekanligini ta'kidlaydi. Chunki mayl er olsun yoki ayol olsun, uning kayfiyati fiziologik talablarining qondirilgan yoki qondirilmaganligi bilan zich munosabatlik bo'ladi. Buni er yoki ayolmi o'zi his qilmasligi mumkin. Amaliyotda fiziologik talabi qonmagan vaqtida erlar tuyuqsiz ochiq gap qilishi mumkin. Ba'zida ayolning qo'yi tutilib qoladi, ba'zida erning ochiq gap qiladi. Sababsiz holda. Amaliyotda buning keyniga er-ayollik munosabat talablarining qondirilmaganligi yoki er-ayollik munosabatining sifatining tuvallishi nihoyat ta'sir ko'rsatadi. Shunga inoq oila uchun er-ayollik munosabatga ahamiyat berish har ikki taraf. Ayol kishi hujrini bizash va undan boshqa ayollar qiladigan ishga ahamiyat berish kerak. Ya'ni inoq oila uchun er-ayollik munosabatni sal qarashga bo'lmaydigan nihoyat muhim ishlarning birisi. Yuqorqi 8 ish bizning dinimizning ko'rsatmasi va shundaqla tajribiy ilmlar isbotlagan oilada ko'p jidal mojaroning sabablari. Yuqorqi 8 ishga diqqat qilgan vaqtimizda biz oilamizni sog'lom ilib bora olamiz. Shundaqla oilada yuz beradigan jidalninki nisbatini tuvallataymiz. Alloh taolo hammamizga xushal va huzurli oila nasib qilsin. Alloh taolo anglaganlarimizga va so'zlaganlarimizga bizni amal qilishni nasib qilsin.